Xo'sh, bugun sana 11-may 2026-yil. Sizlar bilan karom ko'chat ekib yetishtirish haqida video otgandik. 0 dan 100 gacha, to'g'rirog'i. Xo'sh, ko'chatlarimiz bir 90% chiqibdi. Mana o'tgan qismlarda ustini qotirib qo'ymanglar, sug'arib turinglar dedim. Bu ko'chatlarimiz kecha kuni bilan yomg'irda qolgan. Kecha kuni bilan yomg'ir yog'di. Bugun havo ochiq bo'ldi. Mana ustilari ancha oqarib qurib qopti. Buni endi sug'armaymiz bugun. Sal oqargan bo'lsa ham, chunki nami bor. Ko'chatlar pashti chiqib bo'lgan. Yangi chiqayotganlarda ham uje nami bor. Mana yangi chiqayotgan ko'chat nami bor. Mana yangi chiqayotgan ko'chat. Xullas yerda nami bor. Endi xudo xolasa mashin bilan ko'chatimiz chiqib oladi. Endi buni keyingi qarash nima bo'ladi? Buni keyingi qarash bu ko'chatlarimizni ustini mami bilan yopamiz. Birinchi temirdan simdan duga qilamiz. Yerga tekkizmaymiz. Simdan duga qilib ustidan setkani tortamiz. U qanaqa vaqt yopiladi? Ertalab obedga yaqin 11 da yopamiz setkani. Mana shu ko'k setkani. Sal quyosh o'tkazadigan setka bor. Shuni obedlarda 11 larda yopamiz ustiga, dugani ustiga. Keyin obeddan keyin 4 larda ochib qo'yamiz yana. Ertalab 11 gacha quyosh tushib turadi ko'chatimizga. Keyin kechqurun 4 dan keyin yana quyosh tushib turadi. Obedga to'g'ri tushadigan quyoshdan saqlaymiz. Chunki ko'chatimizni sog'lom qilib olishimiz kerak. Agar kun bo'yi kunda qolsa ko'chat tegi qurib, yaxshi ko'chat bo'lmaydi. Kun bo'yi usti yopiq tursa salqin bo'ladi, tez o'sib ketadi-da, qiltiriq nozik ko'chat bo'lib qoladi. Bu ham bizga bo'lmaydi. Shunga soat ertalab 11 largacha ochiq turadi usti, quyosh tushib turadi. 11 da yopamiz. Quyosh nisbatan 70% tushmaydi. Setkamiz quyoshdan to'sadi. Keyin kech payt 4 larda yana ochib yuboramiz. 4 dan keyingi quyosh yana tushadi bunga. Shuna qilib sizlarga har yilgi qilayotgan ko'chat yetishtirish jarayonini ko'rsatamiz. Keyin bu ko'chatni dalaga ekamiz. Dalaga ekib stakanga olib keyin dalaga ekamiz. Dalaga ekib pishgunicha qanaqib qaraladi. Pishgandan keyin sotish jarayonini ham ko'rsatishga harakat qilamiz. Xullas 0 dan 100 gacha ko'rsatamiz. Qancha rasxod qilamiz, qancha foyda qilamiz. Hammasini qo'yishga harakat qilamiz. Hammanglar dehqonchiliklarga baraka bersin. Mana bu yerda kecha yomg'ir yoqqanda kuchuk o'tgan ekan. Mana shu kuchuk o'tgan joydan ham karom ko'chat chiqib olganda, mana ko'rasizlar. Mana qattiqroq bo'lsa ham chiqib olgan. Uje zax yetarli bunga. Sog' bo'linglar, kuzatishda davom etinglar. Karom ko'chat kim qilishi bilmayotgan bo'lsa tashlab qo'yasizlar. Zora foydamiz tegib, yaxshi karom ko'chat chiqarishni o'rganib olishsa, sog' bo'linglar, charchamanglar.